Assalomu alaykum Gold Euro fasad obunachilari. Ko'rishingiz mumkin bu yerda Andijon viloyat Marhamat tumanidagi obyektimiz. Bu obyektimizni podключ xizmatiga olib qo'yganmiz. Umumiy maydoni 185 kvadratdan iborat. Taxminan 90% tayyor holatda turibdi bu obyektimiz. Bu oynak cheklari, atkoslari nima bo'ladi deganlar uchun bu yerlarini tungi fon orqali chiroyli holatda qotirib beramiz. Mana bu yerda laklanish jarayonlari ham ketyapti. Ko'rishingiz mumkin. Laklangandan keyin mahsulotimiz mana shunday holatga keladi. Hozirlarga ichkari qismlarini ham ko'rsataman. Birinchi tashqarisini ko'rsatay dedim. Bizning mahsulotlarimiz moshi hisoblanadi. Bemalol karchilab yuvib ishlatsa ham bo'ladi. Bu rangimiz 2026-yil chiqqan yangi nemetskiy svetimiz hisoblanadi. Mana bu joylari mana laklangan holat turibdi. Mana buni tepasi laklanmagan. Mahsulot o'zining rangini yo'qotmaydi. Sokil qismlari ham laklanadi. Sokilga travertin sokil degan modelimizdan berganmiz. Tepa qismiga klinker modelimizdan berganmiz. Ushbu mijozimizning uyi mana ichkari qismi ham bo'lgan. Bizga Rossiyadan turib buyurtma bergan va biz o'zimiz kelib mana sifatli holatda, kafolatlangan holatda chiroyli qilib bitirib beryapmiz. Ko'rishingiz mumkin akalar mana. Shu xizmatlarimiz kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Inshaalloh chiroyli qilib kafolatlar bilan topshiramiz. Murojaat qilib mahsulotlarimizdan xarid qilinglar. Inshaalloh bu mahsulotlarimizni o'zini yo'qotmasligiga, rangini o'zidan o'zi ukalanib tushib ketmasligiga 20 yil kafolat beramiz. Mahsulotimizni xohlagan devor turiga ustanovka qilsa bo'ladi. Hozir mana 90% tayyor holatda, atkoslar kelgandan keyin juda ham chiroyli ko'rinish keladi bu yerlar. Bemalol murojaat qilib, pastdagi nomerlarga telefon qila olasizlar. Sizlarni Gold Euro fasadda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz doim xizmatda. Nomerlarimiz yoniq. Telefon qila olasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz.